Assalomu alaykum YouTube ahli. Bugun sizlarga dachani obzorini qilib beramiz. Chorvoqda Qoronqul mahallasida joylashgan 30 sotuvli dachamizni obzorini chestni obzor qilib beramiz. Ko'z bo'yamachilik bo'lmaydi. Qani yuring operator. Dachamizni 30 sotovda joylashgan, katta oilalar uchun mo'ljallangan. 4 ta yotoqxonasi bor. Yozgi va qishki basseyn hamma sharoitlari bor. Bilyard, tennis. Hozir darvozamizni bu tarafidan kirdik. Dachamizda ikkita darvoza bor. U yoqdan ham bog'ni u yoq tarafidan kirsangiz ham bo'ladi. Bu yoq tarafidan ham kirsangiz bo'ladi darvozamizni. Qishki basseynimizni 5 ga 3 taxminan shunaqa razmerda podogrevli. Saunasi bu yerda finskiy sauna bor. Faqat mana burchakda joylashgan. Hozir boramiz unga ham. Mana basseynlari toza, ozoda, yaxshi joy. Men bir qarab chiqdim hozir. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu hol qismi. Ko'pchilik mana 10 kishi, 15 kishi stol qilingan. Bu yoqda bilyard joylashgan. Bilyard ham yaxshi, granitli bilyardlardan. Mramor emas, professionalni yaxshi, toza bilyard. PlayStationlari bor, nardalari bor ekan. Xullas, oilaviy maza qilib dam olib ketadigan joy. Narxi ham o'ziga yarasha yomon qimmat emas. Narxini hozir aytaman sizlarga. Narxi may oylarida 250-300 atrofida. Iyun-iyullarda endi narx oshadi. Bilasizlar, O'zbekistonda talab va taklif ko'paysa, narxlar sun'iy ravishda oshirilib ketadi. Kelinglar, mana bu ham o'tiradigan joy qilib qo'yishgan, yaxki mebellardan kuxnyasi. Kuxnalari ham akkuratli, chiroyli qilingan, did bilan qilingan. Yaxshi joy. Qoronqulda masjidga yetmasdan svetoforda o'ngga kirib ketiladigan mahallada, Dashniy posyolkda. Tepada piknik qilib o'tirsanglar ham bo'ladi. Yaxshi joylari bor. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatida spalnilar joylashgan. Terrasasi ham bor. Agar terrasasini gaplashsanglar, ochib berishadi. Mana hozir spalnilarni ko'rsataman. Dush tualetlari. Mana kirib ko'rsatsangiz bo'ladi mana. Yaxshi, toza, ozoda joy. Uchta sanuzeli bor. Uy ichida, tashqarida ham bor. Mana xonalari akkuratli. Ko'rsanglar bo'ladi. Kattalar xonasi, dush tualeti bilan. Bu yoqda balkoni ham bor. Mana kelib ko'rsating. Mana balkon. Mana bu balkon qismi. Mana dachamiz 30 sotovda. Hammasi giloszor. Maza qilib kelsanglar, gilos yeb ketasizlar. Kakras mana hozir gilos mavsumi boshlandi. Tashqaridagi basseynimiz 10 ga 5. Tashqarida ham stol, tennislar bor, tapchan bor, ikkita, tepada terrasa ham bor. Bu yoqda ham bor, bu yoqda ham bor. Mana umumiy vidi, hovlini vidi, tashqi qismi. Yuring, men ikkinchi xonalarni ko'rsataman. Ikkinchi spalnisi. Mana hozircha 4 kishilik yotoq ko'rdik. Hozir dalshi yana kelamiz. Mana yana bitta kattalar xonasi bor ekan. 2 spalni mesta. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana 6 ta bo'ldi. Bu yoqda yana kelsangiz, bu yoqda ham xuddi shunaqa kattalar yotoqxonasi. Bu yoqdan ham xuddi shunaqa vid, ko'chaga tashqariga chiqiladi. Balkonga. Balkonda o'tirsangiz bo'ladi. Yotoqxonalar soni 4 ta ekan. Endi pastda divanlarda joy qilib berishar ekan. Tapchanda bor. Tapchanda ko'rpa to'shak, adyol, hamma narsasi bor. Tapchanda ham yotsa bo'ladi. Bemalol kelib joylashsanglar bo'ladi. Yaxshi joy, salqin ekan, muhimi. Mana xonalari shundan iborat. Hozir ko'chaga chiqamiz, tashqariga. Tashqarini ham ko'rsatib o'taman. Mana tepada terrasasi bor ekan. Buni hozir ko'rsatib bera olmayman, eshigi yopiq. Lekin tepada terrasasi ham bor. Hozir. Mana pastdagi sanuzi, dush sanuzi. Pastdagisi. Ko'rsatib o'tasiz.
hovli qismiga o'tamiz. Dachamizni. Bu letniy kuxnya, yozgi oshxonamiz. Mana mangal, o'choq qilib qo'yishgan, fontanchiklari bilan. Bu yoqda bemalol ovqatlarni tayyorlab, tapchanga olib tushaverasizlar. Dachamizni basseyn qismi, yozgi letniy basseyni 12 ga 6. Keling bu yoqda. Dachani fasad qismini ko'rsataman. Общий виды. Hozir ko'rsangiz bo'ladi. Ko'rsang yo'li. Bu dachani afzalligi eng muhimi, bolalaringiz bilan kelsangiz, bola-chaqa, mayda-chuydalar bilan kelganda bemalol tennis, badminton, lanka o'ynasa ham bo'ladi. Futbol mana chopib bemalol mazza qilib yuradi. Xullas kelaverasizlar. Mana shunaqa dachalarda dam olib, narxi ham boya aytganimdek yaxshi kelishtirib beriladi. Odam soniga qarab, may oxirigacha o'sha narxda bo'ladi. Iyun, iyul, avgust o'sha narxda o'zgaradi. Bu narxlar o'zgarishini to'g'ri tushunasizlar. Daraxtlarimiz o'sib qopti ancha. O'tgan yili mana bu Qoronqulli suv ombori ko'rinardi, dambasi. Bu yil cho'ta ko'rinmayapti. Mana tepada Shaboda tinch joy. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yoqlar o'zi hovli, dalalar mana. Bu yoqda piknik qiladigan joy bu tarafda. Lokatsiyadan ham ko'rsanglar bo'ladi. Lokatsiyalarni tashab qo'yamiz. Dachani mana shu umumiy ko'rinishi shunaqa dachamizning. Ko'rsanglar bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Mana shunaqa dachalarda dam olgan bo'larmi deylar? Dacha yoqqan bo'lsa, bitta like bosasizlar, telefon qilasizlar. Mana shunaqa yaxshi, hamyonbop, oilaviy, narxlari otni kallasida emas, chiroyli narx qilib beramiz. Podpiska bo'lishi esdan chiqmasin.